bartaraf etildi. To'p yana mehmonlarda va ularning o'ng qanotdan hujumiga e'tibor qaratamiz. Va zarba yo'lladi, gol! 3-daqiqadayoq Navbahor hisobda. Hozir Navbahorning gol urishi keyingi daqiqalar ham ajoyib o'tishini belgilaydi va Navbahor jamoasiga qoyil qolish kerak. Ajoyib gol. Mana shu vaziyatda o'zining shu individual mahorati evaziga Navbahorni hisobda oldinga olib chiqyapti. Takroran ko'ramiz. Counter pressingda to'pni qaytarib olishdi Navbahor futbolchilari. Mana shu yerda ham jamoaviy hamjihatlikda yaxshi o'ynadi Navbahor va mana o'sha zarba. Chalg'ituvchi vazifasini ham bajarib bergan futbolchi bor, uni ham e'tirof etib qo'yishimiz kerak. Diyor Xolmatov to'pni olib qo'ydi. Shu yerda Diyor Xolmatov to'pni olib qo'ydi. Uni bu hujumda, bu goldagi o'rni juda katta deb o'ylayman. Mana bu endi Jiyanov ekan. Jiyanov ham o'zi bilan bitta himoyachini olib ketib oldinga chiqib oldi bu borada. Qordan mana uzatma, yo'q, bu zarba edi menimcha. O'tdi! Gol! Anvar G'ofurov, Jamshid Iskandarov baribir uzatmani berdi. Jamshid baribir Da Vinci kabi, Mona Lisa chizdi, Beethoven kabi oy san'atasini yaratdi va Gaudi kabi Sagrada La Familia'ni yaratdi do'stlar. Baribir biz shunday epizodni ko'rdik. Va G'ofurov barobar. Mana derbi do'stlar. O'zbek futbolining shoh asarini ko'ryapmiz. Yusupov, respekt, ammo u ham ulgurmadi. Jamoasini qutqarib qolyapti mag'lubiyatdan oxirgi soniyalarda. Takroran ko'ramiz. Bo'sh. Qarang, qanday hududga to'pni uzatib bergandi Iskandarov. Bravo. Wow! Do'stlar, jahon chempionatida bir